Karil, buni qara Karil. Wow, tabiatni qara, tabiatni qara, mashalloh, tabiatni qara. Ya Allah, o'zing qudratingdan bu go'zallikni qara. Ko'z to'ymaydi. Odam yosharadi-da, bunaqa go'zallikda. Ko'ryapsizlarmi? Bu go'zallikda odam yosharadi. Bunaqada nima deydi? Odamlarda haligi bir bola gormonlar ishlab chiqariladi. Baxtiyorlik gormonlari deydimi? Xullas ham doktorlarda, psixologlarda til bilan aytganda shunaqa gormonlar ishlab chiqariladi. Вообще tabiatga to'ymayapman, ko'zim to'ymayapti. Mani so'qmoq ham xuddi kinolardek bo'lib turibdi-da. Archalarning ichiga qarab kirib ketibdi. Bug'doy zorlarning o'rtasidan. Abu. Yana xuddi o'sha Windows ekranida turgan nima bor-ku, yoshligimizda tasvir, rasmlar turardi. O'shanga o'xshab qolganda qaranglar. Sen molmisan yo begemotmisan? Nimasan sen? Xullas tushunganlar yozib yuboringlar. Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Men ozgina ishlam kallamay qoldi. Maqda bittasi qolib ketibdi podadan. Ke, qo'shil sen ham, ke. Ha, jonivor, ke qo'shil. Hamma shu yerda. Jamoatjon bitta senkan. Qo'shil to'danga, qo'shil. Ustiga balchiq otishni yaxshi ko'rishar ekan. Sekin-sekin balchiq otishyapti hammasi. Metimberiya? Nima bu? Da, siz aytishingiz mumkin, to'g'ri, issiqda shunaqa tushib balki bo'lardi. Lekin unaqa emas, jangchilarim, soat endi 7 bo'ldi. Hali erta tongdamiz biz. Unaqangi nima kun qiziga bo'lganda da men ham xuddi o'sha sizlar aytgandek qizib ketgandir balki bo'lardi o'ylardim. Ertalabdan xuddi o'zbeklar nahorga oshga yugurgandek bular ham suvga yugurib suvni ichiga tushib olishi yoki o'zi kecha suvni ichida qolganmidi bular. Biz Risolaxon bilan aylanib Slovakiyani bir burchagida o'rmonlarning o'rtasida mana bunday bunkerga keldik. Urush davrida bu yer askarlar uchun boshpana joyini o'tagan. Mana bu yerda bunkerda o'zi bor. Ikkinchi jahon urushida bu yerda juda ham qaqshat kech urushlar, janglar bo'lgan. Eng katta urush janjallar mana shu hududlarda davom etgan. Endi to'g'ri o'sha mahallalarda bu bunkerlar ancha obod bo'lgan. Hozirchalik hozirda esa bu kak turistik joy hisoblanib qolgan. İçi avval qanday bo'lsa, xuddi shundayligicha saqlab qoldirilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda askarlar ishlatgan idish-tovoqlar, katalog, kurishkalar turibdi. Mana bu to'g'rida esa stanok turibdi. Bu stanok qandaydir qurol tozalashda yoki o'q-dorilarni o'qlashda, portlardan nimadir yasashda foydalangan bo'lishi mumkin. Mana bu yashiklar esa o'zini-o'zi aytib turibdi, o'q-dori yashiklar hammasi. Va lapatalar aynan mana shunday okoplar qazish uchun ishlatilgan. Bu sandiqda esa katta ehtimol bilan askarlarning shaxsiy narsalari yoki bo'lmasa oziq-ovqatlar saqlangan bo'lishi mumkin. Mana bu tomondagi bir dona kushetka, bu kushetka emas, o'tirish uchun mo'ljallangan. O'zi bu yerda yotmagan ham hech kim. Hamma xavotirda turganki, urush mahallida birov uxlamagan. Katta ehtimol bilan mana bu joyda uxlagan bo'lishi mumkin.
Mana bu yerda esa polovoy vesmishvolar deydi, ya'ni o'sha urush mahalida o'ziga eng kerakli narsalarni solib askarlar yurishgan. Xullas, kichkinagina yer to'lada bir olam tarix. Mana bu yerda esa mana Slovakiya tilida bu yerga ta'rif berilgan. Slovakiya tilini tushunadiganlar tarjima qilib olsalar bo'ladi. Xo'sh, oldida mana kelgan turistlar uchun o'tiradigan joylar qilib qo'yilgan. Katta ehtimol bilan yo'riqnoma qilib qo'yilgan bu yerga. Va albatta bu yerda jang olib borgan harbiylarning xotirasi hurmati mana shu yerda sayohatchi Abu bo'lgan nakleykasini yopishtirib ketamiz. Mana shunday go'zal tabiat bo'lishiga qaramasdan biz bu go'zal tabiatni tark etamiz. Keyingi sayohat nuqtalariga qarab uyga ahamiyat bermanglar. Top-toza men uchun yig'ishtirilgan bu. To'g'rimi alvasti? Nima deysan? Hoppa. Met Imperiya sog'lom hayot sari. Ijtimoiy tarmoqlarga o'tib, bemalol vrachlardan maslahat olib, vitamin va ovqatga qo'shimchalarni buyurtma qilishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling, yo'lingizdan mol chiqib qoladi, qo'y, tuya, ot chiqib qoladi, kiyik chiqadi deganlarni ham ko'rganmiz. So'mborni qarang, chiroyliligini. Lekin yo'lingizdan baqa chiqib qoladi degan yo'l belgisini endi ko'rishim. Yashasang ko'raverasan ekanda. O'zbekistonda kam uchraydigan yoki umuman uchramaydigan yo'l belgilarini kolleksiya qilishda davom etamiz. Mana bu yo'l belgisi nimani anglatadi? Xo'p, bu mehmonxona, mana bu oshxona tushunarli 13 kilometrdan keyin. Mana bunisi nima? Bilganlar qanday yozib yuboringlarchi? Avtomaktab, avtoshkoladan kim bor? Bizni Slovakiyadagi birinchi zapravkamiz. Mana narxlar bu yerda yozilgan. Narxlar yevroda ko'rsatilgan. Ya'ni hozir biz 95 qo'yadigan bo'lsak, 1.719 yevro 1 litr 95 benzin. Xo'sh, mana shuni olamiz. Birinchi ochib olamiz. Bularga shunaqaki qo'yishim bilan ishlayveradi. Kirib kassaga menga polni bak ber, shuncha ber deb aytib o'tirish shart emas. Bunday qo'yamizda, men bitta ko'taramiz, ketdi mana. Yevrolar uchyapti osmonga qarab. Mana 5 litr, 6 litr. Bu tepadagi 12, 13, 14 yevro. Dollarda emas, dollardan ham qimmatroq, yevroda. 40 litr quydik mana. Endi kirib pulini to'lab chiqamiz. Ochilsimsim. Xo'sh, biz hali Slovakiya valyutasini olmadik. Valyutaga hozirchalik ehtiyoj sezmadik, chunki bizda o'sha sehrli karta bor. Open Bank Visa. 68,76 yevro bo'ldi. Berildik. Katta ehtimol bilan pin kod so'raydi hozir.
pin-kodni kiritdik. Bo'ldi ana. Bu yerdan cheki chiqyapti. Ko'rdinglarmi? Umuman qiyinchilik sezmaysiz bu karta bilan. Bemalol Yevropaga kelmoqchi bo'lsangiz, uverенный bo'lib o'zingizga Open Bank kartasini zakaz qilib olib kelavering. Bitta kakao ham oldik. Mana shu do'kon o'zidan. Yo'lda chek ketamiz. 478 euro ekan. O'zbek so'miga qancha bo'ladi shunda? Taxminan 60 ming, 70 ming bo'lib ketadi-yu bu turishda. Kakao yarim litr ekan. Biz esa sayohatimizni davom ettiramiz. Kakao ichib, abu Arkam Rasola. Mana shu Yevropaga kelib, bitta narsani tushunib yetdim. Bu yerda nafas olishdan boshqa hamma narsa pullik. Masalan, mana yo'lda chekasi gazonlarga to'xtash mumkin emas, o'tlarni ezish mumkin emas. Juda katta shtraf soladi politsiyasi kelib. Xo'p, parkinglar bor. Parkinglar hammasi 1 soati qanchadir yevrodan. Mana yozib qo'yibdi. 1 soati 8 euro. Enalarni emsin. Mana. To'g'ri, besplatnisi ham bor. Mana besplatniy parkovka, mana besplatniy deb yozilgan. Lekin uning uchun tagida yozilgan restoran mehmonlari va mehmonxona mehmonlari uchun deb yozib qo'yilgan. Mana to'g'risida. Agar mehmonxonadan yoki restorandan foydalanmaydigan bo'lsangiz, ular politsiya chaqirib shatda sizga jarima to'latib yuboradi. Xullas, bu men to'xtab turgan joyim parkovka emas. Bu yerdan sirazi olishim kerak hozir. Biz esa Slovakiya bo'ylab sayohatimiz davom etmoqda. Mana bu yerda g'or bor ekan. O'sha g'orga kiramoqchimiz hozir. Qo'yamiz endi pulli parkovkasiga, boshqa ilojimiz yo'q. Bir g'orni ko'rib, aylanib, obzor qilib, yana dalsha sayohatimizni davom ettiramiz. G'orda chiroyli qilib rasmlarni qo'yib qo'yishibdi, muz g'ori. Mashinamizni uni pastga qo'ydik. Tepaga chiqib ketamiz ekan, ancha tepaga yuramiz ekan hali. Ko'rshapalilar. Rosa ham qiziqtirdilar shu g'or. Anchadan beri bunaqangi fizo bilan shug'ullanmadik. Anchagina yurib kelib, bo'ldimi, yetdikmikin desam, hali yana 15 minut bor deb qo'yibdi, mana bir ham bor ekan. Tikkiga qarab chiqib ketyapmiz o'zi ham. Va nihoyat yetib keldik mana. Bu yer kassa. Tak, bilet qancha ekan? Ha, mana bu yerda yozilgan ekan. Studentlarga chegirma bor ekan mana. 12 euro ekan xullas narxi. Videoni o'zimga qarab turaylik. Ko'pchilik prosta kartani tegizib keyin qo'ygan naqd pulni to'laydi, bu ishlamaydi o'zi deb o'ylar ekan. Ko'rsataylik, isboti bilan ana bo'ldi. Cheklarigacha chiqdi. Biletini oldik. Halokatdan ketib yotibdi. Mana bu yerda mana gidlar bor ekan. Sketchat qilib olasiz. Mana ruskisi ham bor ekan. Mana shunda soz sketchat qilib olamiz. Gapirib yuradi bizni xor tomosha qilayotgan vaqtimizda. Mana sketchat qildik. Bu tekst ko'rinishida ekan. Bu esa g'orda chizmasi. Naqadar uzun ekan.
Bu g'orda faqat biz yurgan joyimiz svet yonardi xolos. Ana, nariyog'ini git qo'lidagi pult bilan yoqdi. G'ordan chiqib oldik Islomon tashqariga. O nariyog'da yana boshqa guruh tayyorgarlik ko'rib turibdi. Faqatgina git bilan kirib chiqishi mumkin ekan ichkarisiga, lekin yaxshi tushuntirib berdi. Men iltimos qilganim rus tilida ham tushuntirib berdi ko'p narsalarni. Mana shunday chiroyli va go'zal tog'lar bag'rida joylashgan ekan bu g'or. Mana g'orni ham ko'rdinglar. O'ylaymizki, sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz. Biz esa Slovakiyani kashf qilishda davom etamiz. Sayohatimiz davom etadi. Global izish natijasida g'ordagi barcha muzlar erib ketgan. Avval ko'rinishi xuddi mana shunday bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar. Hozir bu muzlardan asar ham qolmagan. Mana biz yurgan yo'laklar tagini ko'ryapsizlar, qalin muzliklar turibdi. Va albatta har bir zamonda va makonda bo'lgani kabi bu yerda ham g'orga tegishli bo'lgan suvenirlar sotib o'tiribdi. Albatta Slovakiyada nimadir esdalik qilib olamiz. Mana ular 2,5 yevrodan ekan. Oddiygina magnetiklar. 40 mingga yaqin ekan xullas. Bashaqangi toshlardan rosa ko'pini anonda Djibutidan oldim. Mashinam ichida edi. Billa musodara bo'lib ketdi hammasi. Zo'r anaqa toshlar oldim o'zi ham. Bir ovozdan kelishgan holda mana shuni oldik mana. Chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. G'ordan esdalik. 5 ta любой narsa olsangiz, yana bitta narsa qo'shib berar ekan. Lekin bizga bittasi ham bo'laveradi. Qizili chiroylimidi hozirgi bergan ko'kmi? Qaysi biri edi? Men ko'kini oldim. O bo'ldi. Telefonida ekanda terminali. Bo'ldi. Okay? Qanaqa terminallarni ko'ryapti-yu, bu karta ham. Xo'sh. Mana stolchani boplabdi lekin. 60 yevro ekan. Bu nima ekan? Uzoqdan ko'rib shillayapti ekan, do'ppimni o'ylabman mana uni.
Bo'ldi, sevdim shuni. Mana shuni olaman. 15 euro. 200 mingga yaqin taxminan. Bular sumkalar ekan. 3 ta narsa oldik. Skidka qilib berdi. 24 bo'ldi, 2 euro tushib berdi. Mana bu qo'yni oldik. Mana bu narsani oldik. Slovakiya va mana bu pakecha. Ajoyib suvenir ekan bu. Mana shu uchalasini oldik. Mana bu yerda ko'pgina ekan. Hozirga olganim. Da, хочу paket. Belarusda qayerga qarasa laylik edi. Slovakiyada esa qo'y. Qo'ylar. Har xil qo'ylar. Uylarda tomigacha qo'ylarning haykalini, suvenirini o'rnatib qo'ygan ko'pchilik. Demak, bundan shumasa bo'ladiki, bu yerda qo'y, ya'ni chorvachilik bilan juda ham keng shug'ullanishadi. Yaxshi, mashinamiz soyada bizni kutyapti. Ichi qizib ketmagan. Bu haligi restoranlar uchun deb qo'yilgan, mijozlar uchun deb qo'yilgan bepul parkovka. O'sha yerga qo'ydim. Bu yerga yozib qo'ygan. Mana. Zakaz parkova degani, anaqa mumkin emas degani. Xullas. Lekin bizga P qo'yib yubordik. Hozir ketamizki baribir. Instrumentlarimni olib, joylashib o'tirib oldim. Navbat mana bu Slovakiyadan olgan suvenirlarni qayergadir joylashtirish kerak. Borgan sari joylar ham tugab boryapti. Shunday qilib, qo'zichoqni mana bu yerga qo'ydik. Mana bu g'ordan olgan nimamiz bilan, haligi rangli tosh bilan mana bu statuyani mana shu yerga qo'ydik. Mana bu o'q teshib kirgan stakanni oldiga qo'ydik. Bu Belarusdan olingandi, bilasizlar. Xo'sh, qushchani esa bog'imizni ustiga qo'ndirdik mana. Mana shu yerda turadi qushchamiz, xudo xolasa. Bu yerda esa mana ikkita chiroyli gul o'stiryapmiz. Mashinamiz paka shu yerda turib turadi. Mana bu yerda oshxona ko'rib qoldim, restoran ekan. Har bir yangi davlatga borganimda o'sha davlat oshxonasiga kirib, milliy taomlardan bir yeb ko'rgim keladi. Bu o'lgur oshqozon har xil ta'mlar xohlayveradi-da. Narxlar juda ham arzon ekan, deydigan Lotuvaz blogerlar. Aslida unaqa emas. Oddiygina salatni o'zi mana ko'ryapsiz, 18.9, pashta 19, pashta 16 dollardan salatni o'zi. Oddiygina burgerlar 19-20 yevrodan. Dollar emas, yevroda. Burger hali bu. Pastga tushmay qo'yaraylik steakka. Kamida 50-60 yevro bo'ladi. O'zi haligi mijozlar qo'rqib ketmasin, narxini ham yozmabdi bu yerga. Men uyalmayman. Kim meni kambag'al desa, do'rsin. Bemalol. Mana bunday chiroyli tabiat qo'yniga joylashib oldim. Mana shu yerda o'zim ovqat qilib yeyman. O'zgindan olgan devziragur uchun bordi. Bitta boplab bosh qilib Ona paraplanda uchib yurishdi to'g'rida. O'zimizga oshga yetmasin, ha? 45 ming so'm, 3 yevro bo'ladi biz pulga. 3 yevro bo'ladi. 3 yevroga osh, non, choy, salat, xizmat haqqisi bilan birgalikda to'laydigan davlatni bilaman. O'sha davlatga sayohat qilsam, qachondir. Bir yillab sayohat qilaman o'sha davlatda. Bundaqa bir oy emas. Haqiqiy jannat yurt. 3 yevroga osh, non, choy, salat, xizmat haqqi. O'sha davlatni qadri o'tyapti. Yana borgim kelyapti o'sha davlatga. Mol go'shti haligacha topolganim yo'qman. Shuning uchun tovuq go'shtida osh qilishni boshladim. Xo'p, bilimdorlarga savol. Nima uchun har safar go'sht tashlaganimda yog' sachraydi? Javobini yozib turinglar. Men ungacha piyozimni tashlab olay.
Shu chiroyli otlarni ko'rib qolsanglarda, sizlarda ham bir martaga menginglar keladimi? Yo'q, unaqa his-tuyg'u faqat mendami? Anu ot qadrini qaydan bilsin, ot minmagan erkaklar degan qo'shiq esimga tushib ketdi mana shu joyiga. Oshimiz ham mana bo'lay deb qoldi. Oldimizdan mashinalar ko'payyapti, otlar kelyapti. Tiniq ot ekan lekin. Mana janchilarim, aynan shu nuqtada bugun Slovakiya bo'ylab sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi va biz endi boshqa davlatga, ya'ni Polshaga o'tamiz. Qo'shni davlatiga. Bitta har bir davlatlarda zap etib ketaveramiz. Endi sizlar aytishlaringiz mumkin, rekord o'rnatish uchun har bitta davlatda kamida 20 kun yurish kerak edi-ku. Necha kun yurdi Slovakiyada, rekordga to'g'ri keladimi yo'qmi deb aytishlaringiz mumkin. Agar 20 kundan kam bo'lib qolgan bo'lsa, endi iloji yo'q. Yevropada qaysidir davlatda necha kundir bo'lganingizni isbot qilib bera olmaysiz. Hammasi общий, umumiy uchet qo'yishadi. Bular qaysi davlatga kirsiz ham bo'ldi, bitta onlayn uchetga qo'yishadi. Qaysi davlat ichida yursiz ham yuraverasiz. Endi men shu Yevropaning ichida jami masalan 30 ta davlat bo'lsa, 20 kundan 600 kun yurish kerak. 600 kun общий, umumiy yurib qo'yaraman. Nima deydi, hammasi bo'lib rekordga qo'shilib hisoblashib ketaveradi bundan buyog'iga, xudo xolasa. Shunchalik qonim ochiq qolib ketganidan oshimni videoga olishga ham ulgurmabman. Yarmini yeb olib video qilishim kerakligi esimga tushib qoldi. Ha, bo'pti mayli. Yoqimli ishtaha. Oshimiz pishdi. Tekin osh, maza qilib yeymiz. Oshimni yeb bo'ldim. Mana bu yerda itlar durasa ovozi chiqyapti-da. Bular haligi jinoyatchilarni tutishganmi, nimagadir o'rgatilyapti menimcha bular. Zotdor kuchuklar ekan. Mana. Bunisi ham ovcharka, nemetskiy. Mashina qilib o'rgatishar ekanda. Mana bu ham zotdor it ekan, mana bunisi ham. It turmas ekan, o'sha qamchini qimlatsa, uni qo'yib yuborar ekan keyin. Xullas, itlarni o'rgatishar ekan, shunaqangi har xil favqulodda holatlarda itlarga qanday xatti-harakat qilish kerakligini o'rgatishyapti. Itga o'rgatishyapti, it o'rganyapti xullas. Ha, mayli. Demak, Polshani ko'rishga tayyormisizlar? Biz Polshaga qarab o'tyapmiz. Toshkent shahrida Lola stilist degani bormish. Mishmishlarga qaragandamish, nomer ademmish. Nomer adem bo'lsa qani mash Oysuluga bitta purchoska qilib bersinchi. Issiq davlatlarga o'tyapmiz-da, bosh qizib ketadi. Tepayda yechamiz endi. Yomg'ir rosa tashlayapti. Polshaga mana 38 kilometr qolgandi. Rosa tashlayapti lekin shiddat bilan. Endi mana bu oshxonaga kirib qurg'izib qo'ymasak bo'lmaydi, chunki yeyishimiz kerak, yashashimiz kerak. Yelikda o'tkazib boramiz. Magazinda narxlar yevroda emas,
Mana bu nimani o'zini pulida ko'rsatilgan ekan, Polshani pulida. Ya'ni zlotoch deydi. Mana bu 20 zlotoch. Mana bu esa o'sha zlotochning nimasi? Qisqartirilgan belgisi. Go'shtlar bo'limida ikkita go'sht turibdi. Ikkalasi ham shodon va quvnoq cho'chqa go'shtlari. Yana yo tovuq go'shtiga yoki tushunkaga pulimiz qo'nar ekan. Baxtga qarshi bu yerdagi tushunkalarning hammasi o'sha shodon va quvnoq cho'chqa go'shtidan ekan. Ey Xudoyim, hali shu kunlar ham bormidi boshimizda. Amallab sosiska topdim. Moldiki ekan. Amallab. Ovqat qiladigan bo'lsam, o'shani to'g'rayman endi ichiga. Boshqa ilojim yo'q yoki boshqa do'konga kirib qarab ko'raman. Magazinlar ko'p-ku. To'g'ri, men hozir ovqat qilgani go'shtga English. To'g'ri, bizda Open Bank kartasi bor. Hamma joyda 100% muammosiz ishlaydi bu Visa karta Yevropada. Lekin o'zimizga suvenir qilib olish uchun va xalqqa ko'rsatish uchun, pulini obzorini qilish uchun bitta $100 maydaladik. Mana shu pulini obzori. Hisoblab chiqdim. Bir Polsha zalotisk bizni puliga 3300 so'mga to'g'ri kelar ekan. Yana zapravkadamiz. Shunda mashinadan tushasan, 95 ni qo'yasan, avtomatik o'zi ketaveradi-da. Shu ichkariga kirib, mana kalankaga shuncha deb aytib o'tirmaysan. O'zing kerakligicha quyib olaverasan, qara. Mashina narsasi menga juda ham yoqdi. Hozir bakimiz to'ldi, yana majburlab ozgina olaylik. Shtobi har to'xtab nima qilib vaqt olmasligi uchun. Faqat bu yerda Polshada mana zalotisk o'zini pulida hisoblar ekan, yevroda emas. 266 zalotisk bo'ldi. Mana 266. Qaysi birda olay deyapti. Pin kod kiritdik. Bo'ldi ana. Polsha poytaxti Varshava shahridan sayohatimizni boshlayapmiz. Mana bu yerda eng markazidagi chiroyli xiyobon bor ekan. O'sha yerga aylanishga keldik. Faqat uni oldida juda ko'plab joylar, deyarli 100% joy hammasi pulli parkovka ekan, onlayn. Onlayn boshimizni og'ritmasligi uchun mana bunday kasri bor parkovka topdik. Mana shu yerga mashinani qo'ydik. Bu yoqda esa mana musobaqa bo'lyapti. Bu parkovkani mana bu yerga narxni yozib qo'yibdi. 1 soati 6 zalotina, ya'ni 3300 bizni pulga kursga aylantiradigan bo'lsa, taxminan 20 000 so'mga to'g'ri keladi. Shunday qilib, soatiga 20 000 so'mdan mashinamiz uch-o'chiga aylanishni boshladi. Biz esa bu yoqqa qarab kirib ketyapmiz. Mashinamizni to'g'riga qoldirib keldik va mana to'g'rida ko'rib turganlaringiz bu Uyazdovskiy qasri, ya'ni Polshaning poytaxti Varshava shahrida joylashgan, qoq markazida joylashgan eng mashhur tarixiy asar hisoblanadi. Bu asar 18-asrda qurilgan va Ikkinchi jahon urushi paytida butunlay vayron bo'lgan. Keyinchalik esa xuddi eski ko'rinishi qanday bo'lsa, xuddi shunday qilib qayta tiklab qo'yishgan. Qasrda oldida mana shunday chiroyli bog' qilib qo'yilgan va bu yerga poytaxtliklar kelib dam olishadi. Salqin va so'lim havo bor. Mana bu to'g'risida ko'rib turganlaringiz o'rdaklar uchun suzib yuruvchi qayiq hisoblanadi. O'rdaklar mabodo charchab ketadigan bo'lsa, uni chekasi beton-ku, chiqishga qiynaladi. O'shaning uchun mana bunday narsalarga chiqib dam oladi. Bunday narsalar ko'p mana. Hatto o'rdaklarga ham sharoit yaratilganda. Karl, ko'ryapsan. Biz esa sayohatimizni qasr tomonga yaqinlashish bilan davom etamiz. Mana qasrning oldidagi bosh maydonga yetib keldik. Hello!
Otalar uchun haqiqiy sport mana. Bolalarning kalasiga yetalab, ular zerikmasligi, yig'lamasligi uchun yugurib yuribdi. Odamlar deyarli yo'q. Faqat to'g'rida bir juftlik, baxtli bir juftlikda hisobga olmasa, deyarli odam yo'q. Ham odam tepada ekan-ku. Mana manzara. Bu yerda hamma baxtli pivo ichib o'tirishibdi. Choy bilan, marojna bilan. Hozir mana bu kafega kelib, 24 zalotisk, ya'ni biz pulga 79200 so'mga kofe zakaz qildim. Va men olib kelgan kofesi buni kattaligini qanday qilib ko'rsatsam bo'ladi sizlarga. Xo'p, mana shunchalik va buni ichidagi kofeni qarang. Tayyormisizlar ko'rishga? Mana. Bunga bu kirushkani ovora qilmasdan ana bakalashgan qopqog'iga quyib kelsa ham bo'laveradi, bemalol. Sig'adi, ishoning sig'adi bemalol. Kofeni 79200 so'm Varshavada, Polshadamiz. Keyin bunga jahlim chiqib, men unisini zakaz qildim. Bu ham 100 mingdan oshiqroq turadi. 79200 kofe. Mashinamda tifal bo'lsa, suv bo'lsa, kofe bo'lsa, men ham mana shu boshqacha deb shunisiga qiziqibman-da endi. O'zimda shuncha turib, tekini turib, mana shu pullisiga qiziqibman-da. Eskini. Qiziqmaylar, qimmatiga qiziqmaylar. Qimmati manaqa kamgina bo'ladi. O'ziga tekinidan qo'ymasin xullas. Hozir mana shakarni soldim, sal ko'tarildi sathi. Bitta shakar bilan 81 bo'pti hammasi. To choose in zlotys or in dollars? In zlotys. Okay. It's okay. Thank you. Do you need a copy? No. Thank you. Bye. Shunday qilib, ikkita ichimligimiz 81 zalotisk bo'ldi. Ya'ni biz pulga 267 ming so'm bo'ldi. 267 ming so'mga maza qilib, kekirvorgu deb bo'lib, bir 8 tonna kofe bilan bir anaqa sestrna boyaga nima edi? U ichimligini ham nomi esimdan chiqdi. Xullas limonli bir bol ekan. Ichib kelyapmiz. 264 ming so'm bo'ldi shekilli menimcha o'zbek so'miga. Bizdan baxtli odam yo'q. Mana shunday qilib ichib, tushib yuraveramizda. 3 soat vaqt o'tkazib, bemaza va achchiq kofesini 265 ming so'mga ichib, va nihoyat mashinamga qaytib keldim mana. Endi keyingi lokatsiyaga ketamiz. Rovna 2 soat bo'ldi. Ishlamayaptimi? 2 soatda 12 zalotiy. Hammasi so'rar ekan AQSh dollarda ichaymi yo zalotiskda ichaymi deb. Biz zalotiskda tanlayapmiz hammasiga. Thank you.